travelchilar nuqul o'g'lim aytadi, ada siz YouTube'ga video olmayapsiz deydi. Chunki o'g'lim video televizorda YouTube ko'rib o'tiradi. O'g'lim seni chog'yapman. Sami Yusuf, dodam, qara, senga Niderlandiyani ko'rsataman. Niderlandiya qirolligi, Gollandiya, Amsterdam shahridamiz. Hozir bir video obzor qilib, hamma yoqni ko'rsatib beraman. Shahar qanaqaligi. Gollandiya, Amsterdam ko'chalari bo'ylab yuribmiz. Amsterdam asosan mana shunaqa suv bo'yida keladigan ko'chalar bilan joylashgan ekan. Qaysi tomonga yuramiz? Yo'lchilar, hozir 2025-yildamiz. Tramvay ko'ryapsizlar. Bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Xitoy avtopromi zikr kelib. Xitoy avtopromi уже kirib bo'ldi. Yevropaga kirib kelyapti. Xo'p, dunyoda уже avtomobil sohasida Xitoy juda ham уже oldingiga nisbatan o'zgarib ketdi. Baribir ko'plab bozorlarni, ko'plab avtomobil industriyasini o'zgartirib yubordi desa ham bo'ladi. Amsterdamda ham yaqqol ko'rinib turibdi, shahar markazida Xitoy avtopromiga tegishli bitta marka o'zini avtosalonini ochib qo'yganida. Travelchilar, yana bitta narsa, Gollandiya, umuman Niderlandiya mamlakatini, Niderlandiya qirolligini men velosipedlar mamlakati deb atagan bo'lardim. Chunki bu darajada ko'p velosipedlarni men to'g'risi Italiyada ham, Fransiyada ham yoki Germaniyada ham ko'rmagandim. Niderlandiya umuman velosipedlarni koni ekan. Menimcha odam soniga bittadan to'g'ri kelsa kerak, agar undan ham ko'p bo'lmasa. Shu darajada ko'p velosipedlar, yana turlari bor, har xil turlari bor. Talar ko'rib turganinglar, mana bola olib yuradigan turi, anta savatligi bor. Yana har xillari, hattoki egizak bolalarni olib yurish uchun ham har xil turdagi velosipedlar bor. Ya'ni velosipedlar mamlakati Niderlandiyadamiz.